Hammaga assalomu alaykum. O'sha anchadan beri kutilayotgan, va'da qilgan Androidlar uchun optimizatsiya videoim tayyor bo'ldi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, bitta like va komment bilan poddershka qilasizlar degan umiddaman. Bo'lmasam ketdik, videoni boshladik. Demak, birinchi navbatda nastroykaga kiramiz. Nastroyka bo'limidan O telefoniyani bosamiz. Samsung telefonlarda bu sal pastroqda ham bo'ladi. Versiya MIUI degan borku, o'shani bosamiz, короче. To'xtamasdan tez bosib tursalaring, "Вы стали разработчиком" degan yozuv chiqadi. O'sha yozuv chiqqandan keyin bu oynadan chiqsa bo'ladi. Bizda qiladigan ishimiz расширенные настройки degan bo'limni topib, hamma ishlar o'sha расширенные настройкада bajariladi. Pastroqga tushamiz. Для разработчиков. Mabodo do'stlarda agar til boshqacha bo'lsa, o'zbek tili, ingliz tili bo'lsa, rus tiliga o'tkazib olsalaring o'zlaringga qulay bo'ladi. Pastroqga varaqlab, pastroqga tushamiz. Keyin shu joydan hozir chiqadi buffer jurnali degan oynachadan eng kattasini tanlab qo'yamiz. Ba'zilarda 8, ba'zilarda 16 megabayt eng kattasini tanlanadi. Уровень jurnalida warn turadi. Buni ham o'zgartirib, shu warnga qo'yib qo'yinglar. Keyingi qiladigan ishimiz настройки графического драйвера bo'ladi. Shu yerga kirib, bu joydan pastroqga tushamiz. PUBG Mobile topamiz mana shu yerdan. O'rnatilgan programmalar orasidan и системный графический драйверni tanlab qo'yamiz. Orqaga qaytamiz. Yana ozroq pastga tushganimizdan keyin trassirovka sistemi chiqadi. O'sha oynachaga ham kirib, bu yoqdan hamma galochkalarni o'chirib qo'yamiz. Va pastroqga tushib, удалить сохраненные записini bosamizda o'shani ham tozalab qo'yamiz, удалить qo'yamiz. Keyin xuddi shu oynaning o'zidan kategoriyaga kiramiz. Kategoriya bo'limidan hamma galochkalarni olib chiqamiz. Bir chetdan. Hammasini bittadan olib chiqamizda bitta Power Management degan galochkani qoldiramiz. Uni chalg'ib ketmasligi uchun birinchi hamma galochkalarni olib chiqib, keyin o'sha bitta Power Managementga qo'yib qo'ysalaring ham bo'ladi, shunchaki chalg'amasligi uchun. Bitta shu galochka qoladi, qolgan hamma galochkalarni olib tashlaysizlarda OK tugmasini bosasizlar. Bu yerdan chiqqandan keyin razmer buffera для каждого protsessorani tanlab, ichiga kirib, eng katta bufferni tanlab qo'yasizlar. Va bu yerdan chiqamiz keyin. Keyingi qiladigan ishimiz sal pastroqga tushasizlar. E'tiborli bo'linglar, o'sha hech bitta etapni o'tkazib olmanglar. Animatsiya bo'limiga tushamiz hozir. Pastroqga. Animatsiya bo'limiga kelgandan keyin agar sizlarning telefonlaring kuchliroq, qimmatroq bo'lsa, agar o'sha animatsiyani 0.5 1 qilsalaring bo'ladi. Agar telefonlaring aytaylik 2 million, 3 million, 4 millionli telefon bo'ladigan bo'lsa, bez animatsiya qo'ysalaring, nur ustiga a'lo nur o'sha telefonlaringning qotishi kamayadi. Men videoni Note 13 da olyapman, shuning uchun men o'zim bez animatsiya qo'yaman. Sizlar endi o'zlaringga qaranglar. Endigi qiladigan ishimiz tepaga chiqib, o'sha ikkita galochkani o'chirib qo'yish kerak, bitta galochkani yoqib qo'yish kerak. Set bo'limidan o'sha Wi-Fi ga bog'liq joyi. Shuni to'g'rilagandan keyin o'sha Play Marketga kiramiz. Для разработчиков bo'limidagi ishimiz tugaydi. Mana shu yerdagi ko'pchilikda o'chiq turadi, yoqib qo'yinglar. Pastdagi yoniq turadi, o'chirib qo'yinglar. Xuddi shu holatda tursin. Keyin Google Play ga kiramiz, ketdik. Google Play ni o'ziga kirgandan keyin o'ng tepa burchakdagi rasmimizni bosamiz. Spravka отзыв. Birinchini tanlaymiz, как удалить приложение с устройства Android. И keyin нажмите сюда bosamiz. Еще показать системные процессы. Shu oynadan Joyce degan programmani izlaymiz, topamiz. Yaxshilab izlasalaring chiqadi, pastroqda bo'ladi. Ancha vaqt izlaysizlar. Men sal videoni tezlashtirdim. Pastroqga tushasizlar. Pastroqga tushamiz. Izlasalaring chiqadi, короче. Shu oynachani topgandan keyin keshni tozalab olamiz. Очистить кеш. Yo'dan chiqib остановить programma qilamiz. И yana bitta oynachaga ограничениyalarni bosib qo'yamiz. Mana shu o'zida
Bo'ldi. Shu bilan bugungi optimizatsiya tugadi. Telefonni bitta перезагрузка berib olasizlar bo'ldi. Bu optimizatsiyadan keyin telefonim 90 fps bo'lib ketadi yoki 120 fps bo'lib ketadi. Hamma meni ko'rgan payti hacker deb chaqiradi deb o'ylamanglar. Bu optimizatsiyadan keyin telefonlaring yaxshiroq ishlashni boshlaydi. FPS stabilliroq bo'ladi, qotishi kamayadi, qizishi kamayadi. Deyarli shu. Qanaqadir savollaring bo'lsa qo'shimcha yoki arzon, ishonchli UC xizmati, akkaunt savdo kanallari kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalim silkasini pastda qoldiraman. Bemalol bog'lanishlaring mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.